Tayvan urushining yuz berishining ehtimolliği intayin yuqori. Yaqindan buyon Tayvan dengiz tavalligida arqa jiddiylik paydo bo'lib, buningdan shu ifodalanib turdiki, Tayvanda urush bo'lishidan saqlangani bo'lmaydi. Hattoki bu urush kengayib 3-Dünya urushiga aylanib ketar ekan. Yaqindan buyon Tayvan bo'g'izida 3 cho'ng jiddiylik paydo bo'lib, uning birisi bo'lsa, bugun Tayvanning tashqi ishlar ministri Wu Zhaoxi Tayvanda xalqaro muxbirlar yig'ini ichib, ochiq-oshkor shaklda butun xalqaro jamiyatni Tayvanga yordam berish, Tayvanni qo'g'dash to'g'risida chaqiriq qildi. Hamda xalqaro jamiyatning eg'izdili emas, amaliy harakati bilan Tayvanga yordam berish, Xitoy kommunist hokimiyatining Tayvanga hujum qilishi, Tayvanga tajovuz qilib yutib olishini va Xitoyning hujumiga qarshi turishni chaqirgan. Tayvanning bundaq xalqaroliq muxbirlarni kutilish yig'ini ichish intayin oz uchraydi ekan. Demak, Tayvan tashqi ishlar ministrining xalqaro jamiyat va Tayvanni qo'llab kelayotgan do'stlik davlatlardan yordam so'rash, Tayvanni qo'g'dash shaklda muxbirlarga so'zlagan yig'indan shuni ko'rib olgani bo'ladiki, demak Tayvanning vaziyati intayin jiddiy. Agar bundaq bo'lmaydi ekan, Tayvanning tashqi ishlar ministri butun dunyodan yordam so'ramagan bo'ladi ekan. Tayvanning umidi bo'lsa, Tayvanni qo'llab kelayotgan G7 davlat va undan boshqa Tayvan bilan do'stlik o'rnatgan davlatlar va xalqaro jamiyatni quruq so'zda emas, amaliy harakat bilan Tayvanga yordam berib, kommunist Xitoy hukumatiga taqobil turishga chaqirdi ekan. Wu Zhaoxining qayta ta'kidligini amaliy harakatga o'tinglar deb alohida talab qilibdi. Mana buningdan masalaning intayin og'ir ekanligi bilinib turibdi. Yaqindan buyon Tayvandagi jamiyatlar bo'lsin, davlat mudofaa ministri va hukumat arboblarining chiqargan xulosasi bo'lsin, Xitoy yaqindan buyon Tayvan bo'g'izida arqa manevr qilish orqali manevrni har xil shaklda ilib berayotganligiga qarab, Xitoy hukumatini hozir tahlidi urush ilib beryotidi deb qaraydi ekan. Va bu tahlidi urushda xalq azodlik armiyasi o'zining kamchilik taraflarini bayqash orqali Tayvanga hujum qilgan vaqtida urushda texmi cho'ng natija qozonmoqchi ekan. Ikkinchi jiddiylik vaziyat bo'lsa, Amerikaning arbobi Nancy Pelosi xonim Tayvanga kelib ketgandan keyin Xitoy hukumati Tayvan bo'g'izida 4 kunlik harbiy manevr ilib bormiz deb, bu harbiy manevr urush ta hozirga qadar davom qilyapti. Tayvanmi Xitoyning manevriga qarta taqobil turish uchun Tayvanning Pingdong degan yerida Xitoy armiyasiga taqobil turish shaklida manevrlarni boshlab etibdi. Hattoki Tayvan dengizining o'ttir chegara chiziqida Xitoy armiyasining parxodlari bilan Tayvan armiyasining parxodlari bir-biri bilan tirkishadigan vaziyatni shakllanib qoldi. Bunday shakldagi harbiy manevr davomlashaversa, o'zaro o'q chiqarib yetadigan mumkinchiligi mo yuqori ekan. U chaqda Tayvan urushining portlab ketishi muqarrar bo'ladi ekan. Uchinchi bir jiddiy ahvol bo'lsa, Amerika-Xitoy o'rtasidagi munosabat bo'lsa, Amerika-Xitoy o'rtasidagi munosabatning uzilishi ko'rilishga boshlabdi. Bo'libmi Nancy Pelosi xonim Tayvan ziyoratidan keyin Xitoy hukumati o'z oldiga bir qator chora usul siyosatlarni yo'l qo'yibdi. Hattoki Amerika davlati bilan bo'lgan munosabatni butunlay to'xtatish. Amerikaning tashqi ishlar ministri Blinken apandimmi Alyaskada suhbat qilganda, hattoki Amerikaning Washington oliy maktabidami so'z qilgan vaqtida Xitoy davlati bilan bo'lgan munosabatda hamkorlashadigan yerda hamkorlashimiz, qarshi turadigan yerda qarshilashimiz degandek mazmundagi so'zlarni ko'p qitim qilgan ekan. Nancy Pelosi xonim Tayvandan ketgandan keyin Xitoy hukumati Amerika armiyasi bilan bo'lgan hamkorlikda Amerika armiyasi bilan bo'lgan suhbatni butunlay to'xtatdi. Aloqa uchurlarni butunlay to'xtatdi. Demak, ikki tarafning harbiy aloqasi uzildi ekan, undaqda urushning ehtimolligi texmi yuqori ekan. Ya'ni kelib yaqindan buyon Amerika davlat mudofaa ministrligida ishlagan John Kirby ismli bayonotchi Amerika Oqsaroy hukumatining bexatarlik ishlariga mas'ul bayonotchisi bo'lib xizmatga tushgan. Demak, Oqsaroy hukumatimi vaziyatning jiddiyligini oldin ko'raliganligi uchun Amerika davlat mudofaa ministrligining bayonotchisini jiddiy o'tkab ekan. Shuningdan ko'rib olgani bo'ladiki, Tayvan urushining jiddiyligi kuchayishga boshlagan. Amerika Xitoy o'rtasidagi hamkorlashishga bo'ladigan masalalarda hamkorlash degan
imkoniyatmi bag'ansir tugagan. Iqtisodiy jihatdan nihoyat oz bo'lgan bir aloqa munosabat bor deb qarashga bo'ladi ekan. Qolgan har xil shakldagi munosabat bo'lsa, butunlay uzilgan. Amerika Xitoy o'tirisidagi diplomatlik munosabat, ya'ni Blinken apandim nurg'un jihatlarda tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, Amerika Xitoy o'tirisidagi diplomatlik munosabatmi butunlay oxirlashgan. Bundan keyingi bo'ladigan munosabat harbiy tirkishish va urush yuz berishiga qarab mengish. Urushning qachon bo'lishi faqatlam vaqt masalasi bo'lib qoladi ekan. Xitoy hukumatı bo'lsa hozir 20-qurultayni echish oldida turayotgan va 20-qurultay echilg'icha Tayvan bo'g'izida jiddiylik paydo qilish. 20-qurultay echilib bo'lib, Xi Jinping saylanib bo'lgandan keyin Tayvanni Xitoy qo'shib olib, qudratli Xitoy davlati qurib chiqmoqchi. Hozirgi manevr bo'lsa, xuddi Ukrainaga tajovuz qilishning oldida turayotgan Rossiyaning prezidenti Putinni do'rashgan. Putinmi Ukrainaga tajovuz qilishdan burun Ukraina chegara bo'ylarida harbiy manevr ilib borgan. Demak, Tayvan urushi portildi degan gap 3-dunyo urushimi keyindan boshlanib ketdi ekan. Bu urushga Yaponiya, Filippin, Avstraliya, hatto Yevropa davlatlarimi bu urushga qo'shilib ketdi ekan. Demak, 3-dunyo urushi pat orada yuz berdi ekan. Aqsarayning bayonotchisining muxbirlarga qilgan so'zida Tayvanning hozirgi holatini saqlab qolish uchun Amerika hukumatı har jihatdan tayyorlik ko'rib qo'ydi debdi. Undan boshqa bugun Amerikaning prezidenti Joe Biden apandim 40 milliard Amerika dollaridan ortiq bo'ladigan yerim o'tkazgich, yuqori fan-texnik va yuqori fan-texnik ishlariga munosabatli chip texnikasiga munosabatli qonunga qo'l qo'ygan. Bu qonunni ijro qilish orqali yerim o'tkazgichlik yuqori fan-texnika jihatda Amerika davlati dunyoda birinchi o'rinda turish. Yuqori fan-texnikalik yerim o'tkazgichlik mahsulotni yasab chiqaradigan cho'ng davlatga aylanish. Bu orqali yuqori fan-texnik kimning qo'lida bo'lsa, urushning g'alabasi shuning qo'lida degan gap. Ikkinchi dunyo urushida Amerikaning g'alaba qilishdagi sabab atom texnik va atom bombaning qo'lida bo'lganligi uchun. Hozirmi eng ilg'or atom texnikasimi Amerikaning qo'lida. Bundan keyingi urushlarmi mayli olam bo'shlig'ida bo'lsin, ilg'or urush aeroplanlari bo'lsin, boshqarilgan bombalar, ilg'or tipdagi har xil qurollarning hammasi yuqori darajalik yerim o'tkazgichlik texnik va yuqori darajadagi texnikalik chip mahsulotlarga ehtiyojli ekan. Demak, bu texniklar Amerikaning qo'lida bo'ladi ekan. Urushning g'alabasi yanada Amerikaning qo'lida bo'ladi ekan. Uningdan boshqa Amerika armiyasi hozir jiddiy turda Yaponiyaga yaqin bo'lgan orollarda harbiy quvvatlarini o'rlashtirib etibdi. Tayvanga yaqin bo'lgan Tinch okeandagi Amerikaning harbiy bazasi bo'lgan Guam orolini jiddiy turda kengaytirib yasab etibdi. Va bu Guam orolidagi Amerikaning harbiy bazasini kengaytirish, aeroplan qo'nib uchadigan maydonlarni hasilab cho'ngaytib yasab etibdi. Yaponiyaga tava bo'lgan Okinawa harbiy bazasiga Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qilish qismini yetkazib ekapti. Amerika armiyasining Hind Tinch okean bosh qo'mondan organini qaytadan islohot qilib, iqtisodiy ta'minlashni kuchaytirdi. Demak, Amerika davlati Hind Tinch okeanga keng ko'lamda jiddiy yetkazib etibdi. Amerika hukumatining bayonotchisi Kabi muxbirlarga qilgan so'zida Xitoy hukumatiga qaratib turib, Xitoy davlati qanday yo'lni tanlab ish qilsin, biz uchun baribir Amerika davlati har jihatda tayyorlik ko'rib qo'ydi debdi.